Magnitli galtovka bu zargarlik buyumlarini tozalash va boshlang'ich polirovka qilish uchun ishlatiladigan uskuna. U ayniqsa murakkab shakldagi buyumlar, uzuklar, zanjirlar, brasletlar va ichki detallarni tozalashda juda samarali. Magnitli galtovka qanday ishlaydi? Ichida maxsus ignalar bo'ladi. Magnit orqali harakatlanib, buyumning eng kichik joylariga kiradi. Shu orqali kir, oksid va qoldiqlarni olib tashlaydi. Magnitli galtovka qayerda ishlatiladi? Bu uskuna zargarlik ustaxonalari uchun, ishlab chiqarish sexlari uchun va ta'mirlash bilan shug'ullanuvchilar uchun juda qulay. Magnitli galtovka bilan siz vaqtingizni tejaysiz, ish sifatingizni oshirasiz va bu uskuna sizni professional darajaga olib chiqadi. Hozirgi kunda Starmix do'konimizda magnitli galtovkalarning keng tanlovdagi assortimentlari mavjud. Har bir model turli ish hajmi uchun mo'ljallangan. Masalan, kichik hajmdagi variantlar kundalik va mayda ishlar uchun juda qulay. Shu bilan birga kam joy egallaydi va foydalanish oson. Ish hajmi oshgan sari kattaroq modellarga ehtiyoj paydo bo'ladi. Chunki ular bir vaqtning o'zida ko'proq buyum bilan ishlash imkonini beradi. Natijada siz vaqtni tejaysiz va ish jarayonini ancha tezlashtirasiz. Aynan shuning uchun ko'pchilik ustalar ishiga qarab model tanlaydi va bu ularning umumiy samaradorligini oshiradi. Bizning do'konimizda esa turli hajmdagi ishonchli galtovkalarni siz topishingiz mumkin. Har bir mijozga individual yondashamiz. Ya'ni sizning ish faoliyatingizni hisobga olib, aynan mos keladigan variantlarni tanlab beramiz. Agar siz ham ish jarayoningizni yanada samarali qilishni xohlasangiz, Starmix do'koniga murojaat qiling. Hozirda ko'rib turganingiz ishlov berilmagan iflos holatdagi uzuklar. Bunday buyumlarni sifatli tozalash uchun faqat uskuna yetarli bo'lmaydi. Eng muhim jihatlardan biri bu to'g'ri suyuqlik tanlash. Magnitli galtovkada oddiy suv emas, aynan shu jarayon uchun mo'ljallangan maxsus shampun ishlatiladi. Biz esa amaliyotda Eurotechnics brendi ostida ishlab chiqarilgan shampunni ishlatamiz. Chunki noto'g'ri suyuqlik ishlatilsa, tozalash sifati pasayadi va eng muhimi oltin zarralari to'liq ajralmasligiga olib keladi. To'g'ri suyuqlik bilan ishlaganda esa jarayon ancha samarali bo'ladi. Ayniqsa katta hajmdagi galtovkalarda bir vaqtning o'zida ko'p buyum bilan ishlash mumkin. Bu esa ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi. Jarayon tugagandan keyin esa suvni to'g'ri chiqarish ham juda muhim. Chunki shu suv tarkibida mayda oltin zarralari bo'lishi mumkin. Shu sababli suvni oddiy joyga emas, maxsus moyka, ya'ni rakvinaga quyish tavsiya etiladi.
StarMix do'konimizda bunday mo'ykalarning 1 va 2 qavatli turlari mavjud. Bu yerda filtr qopdan foydalaniladi. Suv shu filtr orqali o'tadi va ichidagi qimmatli zarralarni ushlab qoladi. Buning natijasida esa siz chiqindini emas, aslida qiymatni saqlab qolasiz. Bu kichik detaldek ko'rinadi, lekin vaqt o'tishi bilan bu sezilarli natija beradi. Ya'ni siz nafaqat tozalaysiz, balki yo'qotishlarning oldini olasiz. Yakuniy natijada esa buyumlar toza, keyingi ishlov uchun tayyor holatga keladi. Agar siz ham ish jarayoningizni to'g'ri tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, barcha kerakli uskunalarni StarMix do'konidan topishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun izohlarda fikringizni yozib qoldiring yoki bizning ishonch telefon raqamlarimizga murojaat qiling.